Bizga Amerikadan kumush tugma keldi. Kanalimiz obunachilar soni 100 mingtaga yetgan munosabati bilan bizga YouTube Amerikada mana shunaqa sovg'a yubordi. Hozir birgalikda ochamiz. Buni ochganingizdan keyin men bunaqa YouTube direktorining tabriknomasi bo'ladi. Buni menga yuborgan. Mana shunaqa 100 mingta obunachi bo'ldingiz. Sizni tabriklaymiz. Shunday mazmundagi gaplarni o'zi qo'l qo'yib yuborgan. Buning uchun YouTube'ga rahmat. Hozir sizlar bilan birgalikda mana shuni ochamiz. Bu kumush tugma menga ertaroq kelishi kerak edi. Ertaroq kelmaganining sababi shu YouTube bilan o'rtamizdagi manzilda ozroq tushunmovchilik bo'lib qoldi. Bular Xorazmga kumush tugma yubormas ekan, Toshkentga yuborar ekan. Biz Xorazmda pochta indeksini kiritgan edik. Shuning uchun sal kechikib keldi. Bizda 4 ta 100 mingtalik kanal bor. Xudo xohlasa yana bundan 3 tasi kelish kerak. Shunday. Mana bismillahirrohmanirrohim ochamiz. Sizlar bilan birgalikda ochdik. Ochgandan keyin mana shunaqa bo'ladi. Mana ustida buni olganingizdan keyin mana bu qog'oz bo'ladi. YouTube direktori sizga tabriknoma yozgan, qo'l qo'yib, shunday tabriklayman degan. Buni biz mana bunaqa ramkalarga o'rnatib oldik. Mana bu joyga osish uchun shunday. Keyin bu yerda mana bunaqa narsa chiqadi, qog'oz. Hozir biz mana bu 100 mingta obunachi bo'lganimiz uchun mana buni oldik. 1 millionda mana buni olamiz. 10 millionda mana buni olamiz, adashmasam shunday. Shunaqa bo'ladi. Bu yerda shunaqa. Keyin bu yerda yana mana bunaqa YouTube kumush tugma yuboradigan mana bunday qog'oz ham bor. Shunday kumush tugma yuboradigan kompaniyaning qog'ozi. Va bu yerda eng asosiysi mana. Ko'rinyaptimi? Ilohim hammaga nasib qilsin. Islombek Uruzmetov, siz 100 ming obunachi bo'ldingiz, shunday mana. Shu munosabat bilan kumush tugma yubordik. Deyapti bu kumush tugma. Ilohim hammaga nasib qilsin. Buni hammaga ham beravermaydi. O'zining sayti bor, kanalingiz manzilini yuborganingizdan keyin kanalni ko'rib chiqadi. Haqiqatan o'zingiz videolaringizmi, o'zingizniki emasmi? 6 oy davomida video yuklangan mana shular tekshirib, buni bizga berdi. Buning uchun YouTube'ga kattagan rahmat. Mana shunaqa kumush tugma. Keyin bu yerda mana bunday artadigan nimalari. Mana bu yerda sovunga o'xshagan narsasi. Ichina mana shunaqa narsalar chiqdi endi. Endi buni biz mana bu orqaga osamiz. Mana bu YouTube direktori yuborgan tabriknomani ham orqaga osamiz va mana buni ham orqaga osamiz, xudo xohlasa. Mana orqa fonni chiroyli qilib qo'yamiz. Buning uchun YouTube'ga kattagan rahmat. Ko'pchilik blogerlarning bu orzusi, ilohim hammaga nasib qilsin. Shunday. Videomizni yakunlaymiz endi.